Qizlar, yaqinroq kelinglar. Mendan krem so'rayotganlar bor edi. Bu video aynan sizlar uchun olyapman. Xo'p, hozir krem tayyorlayotgandim. Video ham qilib ketay dedim. Bu yuzlarni namlantirib beradigan, SPF ni tegidan nima sursam bo'ladi? Yuzim rosa ham quruq, qaysi kremni surib keyin SPF suraman. Yoki-da tonalkani tegidan nima sursam bo'ladi deydiganlar uchun bu video. Yog'li yuzlar unaqa surish shart emas, faqatgina mana quriydigan yuzlar uchun bu krem to'g'ri keladi. Ya'ni bu kunduzgi dnevnoy krem qildim qizlar. Ya'ni sotuvda bo'ladi, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Hozir 10 tacha tayyorlab qo'yganman. Masallig'im 10 taga yetar ekan. Mana ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Ustida mana o'zini maxsus qopqoqlari bor, yana ustidan yopiladi. Zakaz bersanglar bo'ladi bemalol. Zakaz qabul qilaman.